Xorijdagi fuqarolar uchun 10 ta muhim qoida. Birinchi qism. Agarda siz xorijga, masalan, Germaniyaga ishlashga ketgan yoki ketayotgan bo'lsangiz, mana bu ma'lumotlarni albatta bilishingiz kerak. Birinchidan, Germaniyaga yo'l olganlar davlat tomonidan huquqiy himoya va iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga ega bo'ladi. Ikkinchidan, ketishdan avval o'z huquqlaringizni biling va Germaniyada ish bilan bog'liq muammolarda ularni himoya qiling. Uchinchidan, xorijda ish platformasida ro'yxatdan o'tib, tartibga muvofiq ishga keting. Noqonuniy migratsiyadan saqlaning. To'rtinchidan, migratsiya agentligi sizga quyidagilarni kompensatsiya qiladi. Ishchi viza xarajatlari bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha, yo'l chiptasi xarajatlari bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha, malaka imtihonlari xarajatlari bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha. Beshinchidan, Germaniyada kerak bo'ladigan eng muhim hujjatlar. Diqqat qiling. Pasport, vizasi, tibbiy sug'urta, moliyaviy ta'minot, til sertifikati, ishchi shartnomasi, Germaniya federal bandlik agentligidan Germaniya hududida ishlash uchun ruxsatnoma, mutaxassislik diplomi. Darvoqe bu hujjatni esa ushbu portal orqali nostrifikatsiyadan o'tkazish va albatta hamma hujjatlar notarial tarjima qilingan bo'lishi kerak.